Hamma savol beradi. Ba'zi uchun qanaqa kompyuter olaylik deb. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Men o'zim yangi kompyuter yig'dirdim. Prosessori 13-pokoleniya i5, operativkasi 16, videokartasi 8 GB li RTX 3060 Ti. Endi bundan yuqorisini olsa ham bo'ladi. Endi shu ham bazisga bo'laveradi. Mana hozir bazisda ishlashini ko'rsatamiz. Qotmayapti. Oldin $500 notebookda ishlatardim. Ancha qotardi-da. Hozir mana eng maksimalniy ultra nastroyka qo'yib olingan. Poligon. Hozir poligonni ko'rsataman. Oddiy shu kuxnyada nechta poligon bor? 607.534 ta poligon bor shunda. Shu holatida ham bemalol qotmasdan ishlayapti. Animatsiyalarini yoqqan paytida ham qotmaydi. $800 ga yig'dirdim men shu kompyuterni. Shu xarakteristikada agar notebook bo'ladigan bo'lsa qotadi u. Домашний kompyuter bo'lgani hisobiga охлаждение yaxshi, sovitishlari shuning uchun bemalol qotmasdan ishlayapti. Videokarta unchalik muhim emas, lekin protsessori 13-avloddan yuqori bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mana oblakani ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol animatsiyalarni oldinlari ishlatgan paytim kutib turardim 3 sekund, 4 sekund. Hozir hammasi ishlayapti. Agar budjet tomonlama muammo bo'lmasa, домашний kompyuter olsanglar yaxshi.